Күнді бір капан психика ögüneli sahipsinin yeni sanını köngül aramılağı sunmakçıman. Bugünkü məzmunlarımızı yaqtırıp anlagaysılar. Dostlardan sorab baxsam, odatda sizlarninki turmuşda ba'zi bir favqulodda ahvol ostida yoki bo'lmasa o'zinglar bilib bilmay istiqlik holda yolg'on so'zlab soladigan odatlaringlar bormi? Mushkul odatlaringlarni ham tuzitishni yoki bo'lmasa mushundaq yolg'on so'zlash masalasininki qandaq sababdan kelib chiqadiganligini psixologiyalik nuqtadan ilmiy usulda tushunganlar bormi? Undaq bo'lsa diqqatinglar bugungi mazmunda bo'lsin. Ko'pchilikning hammasi bo'ri keldi degan hikoyani anglagan. Buningda bir bola yolg'on so'zlaganligi sababli oxirida bo'riga yem bo'lganligidek tragediya so'zlandi. Hikoya bizga yolg'on so'zlamaslikni, samimiy bo'lishni, bo'lmasa shu bechora boladek bo'riga yem bo'lganligimizni eskartib turdi. Samimiylik haqiqatan odam bo'lishning asosi. Yolg'on so'zlab odatlanganlar hamisha kishilarning nazaridan tushib qoladi. Ammo samimiylik bilan yolg'onchilik o'ttirsidiki, yaxshi ma'nodagi yolg'onchilik odatda biz aytayotgan yolg'onchilik faqatla o'xshamaydi. Bundaq bir hikoya borki, burun bir tug'ma ama qiz bo'lgan ekan. Bu intayin ko'rimsiz ekan. Biroq bu sababli u o'zini faqatla to'van ko'rmaydi ekan. Balki kichigidan tortib intayin xo'shal-xo'ram, azodi cho'ngibdi. Chunki uning opasi uning kentdagi eng chiroyli qiz ekanligini aytgan ekan. Kunlar o'tib, oylar o'tib, qiz to'y qilish yeshiga yetibdi. Kentdagi hech bir yigit uni faqatli yaxshi ko'rmabdi. Opasi bir oz jiddiylashyapti. Qo'shni kentdan loyiq izlab yiqishni boshqalarga havola qilibdi. U kishi qo'shni kentdan bir yigitni tepibdi. O yigitning bir biligi yo'q, ham oilasi intayin namrat ekan. Shu sababli o'yinlanmagan ekan. Qizning opasi yigitga gap avatib, agar yigit xolisa, barliq to'yliq chiqimning hech qaysining lozim emasligini, faqat birli shart borligini. Yana o shart yigit qizni sat desa bo'lmaydiganligini, balki uni chiroyli deb maqtab turishi lozimligini jikilatdi. Yigit qo'shilibdi. Shuning bilan opasi qizga: "Qizim, men sana kentdagi eng qomatli yigitni sening yo'ldoshing bo'lishga tanladim", debdi. Yigit qiz bilan to'y qilib, shu yolg'on gapni davomlashtiribdi. Qiz burunqidimi bakrak xushal bo'pti. Ko'p yillardan keyin qizning opasi olamdan o'tibdi. Qiz bilan yigitning bir o'g'li bo'pti. O'g'li oq qarni farqatgudak bo'lganda dadisi uningga onasini sat demasligini, uni eng chiroyli ayol deb maqtab turishini aytibdi. O'g'li shunday qilibdi. Eng oxirida ama qizchaq 3 avlod kishining yolg'on so'zlari orasida o'zining hayotini oxirlashtirib, rozimanlik bilan ko'z yumibdi. Do'stlar, o'ylashi mumkin, yolg'on so'z odamni xotirjam qilmaydi. Darvaqa shunday. Yolg'on so'zlashmi nihoyatda tas bir ishda. Odam yolg'on so'zlashdan avval shunday azoblandi. Yolg'on so'zlagan vaqtda rahat bo'lanmaydi, ozod bo'lanmaydi. Turmushda xotirjam rahat yashamaydi. Ammo mana yuqorida so'zlab o'tgan hikoyadagi yolg'on so'z aldang'ichni bir umr baxtga erishtirgan. Yana bir hikoya bor do'stlar. Bir kichik aeroplan qumliqqa tushib ketibdi. Garchi aeroplandagi kishilar yaralanmagan bo'lsa-mu, ammo aeroplan og'ir darajada buzilibdi. Odamsiz qumliqda suv qisibli qolma, yana temperaturmi intayin yuqorki. Bir qancha odam elib olgan yemaklik va suv intayin oz bo'lib, kishilarning kayfiyati biroqli tövallab, hammasi qattiq umidsizlanibdi. Bu vaqtda bir odam o'rnidan turib, o'zining aeroplan loyihalaguvchisi ekanligini, agar ko'pchilik zehnini urg'itib, kuchini birlashtirib, uning ko'rsatmasiga bo'ysunsa, aeroplanning remont qilinishida umid borligini aytibdi. Bu gap umidsizlangan kishilarga umid bag'ishlabdi. Ko'pchilikning hammasi tartibli holda yemaklikni taqsim qilib, umidvorlik bilan aeroplanni remont qilibdi. Bir necha kun o'tib ketibdi. Garchi yemaklik kamchil bo'lsa-mu, hech kimning kayfiyati faqatla nachar bo'lmabdi. Aeroplan texnicha remont qilinib bo'linmagan bo'lsa-mu, bu odamlarning ta'liga yarasha qumliqdan o'tib ketayotgan karvonga uchrab qolib, qutlib qoldi. Bir qancha kundan keyin ular o'zini men aeroplan loyihalaguvchisi deb olgan eliqi kishining aslida bir tal motorni remont qilib baxmagan, odatdagi bir boshlang'ich maktab o'qituvchisi ekanligini bilibdi. U ko'pchilikning oldida
Haqiqiy ahvol bir necha odamniki g'azabini qo'zg'abdi. Ular orqa-orqadan bu yolg'on so'zga odamni aldamchi deb ayblabdi. Ammo ayblanguvchi tamkin oldi. Agar men ayni chog'da shundoq demagan bo'lsam, sizlar yana umid bilan tura olamsizlar. Agar umid bo'lmagan bo'lsa, ko'pchilik hozirgacha yashay olamdi debdi. O'zini shu aeroplan laylig'uchisi davilishni qandoqli o'ylasak bir sepi o'zdan yolg'onchilikka kirdi. Ammo natijada umidsizlik girdobiga berib qolgan bu odamlar ishonch bilan hayotini saqlab qoldi. Bundaq orqa ko'rinish ostida yolg'on so'z yaxshi niyatga aylandi. Agar bu yolg'on so'z boshqa bir so'rinda aytilgan bo'lsa, cho'qim kulgiga qolgan bo'ladi. Yoki yolg'on so'zligicha kishilarningki kamsitishiga uchragan bo'ladi. Ko'rilishga bo'ladi-ki, atalmış yolg'onchilik bilan yaxshi niyatdagi yolg'onchilikni ayirishda so'z aytilayotgan sharoitga qarash lozim. Yaxshi niyatdagi yolg'on so'zning hamisha bir alayda orqa ko'rinishi bo'ldi. Hamda kishilarga umid beg'ishlash bu yolg'on so'zning mavjud bo'lishininki ma'nisi bo'lib qoladi. Amerikaninki dangliq yozuvchisi Henry eng oxirgi Yupurmoq nomli bir hikoyasida bunday yozgan ekan. Sakratga tushib qolgan bir bovay daraxtdagi yupurmoqlarning tushib ketayotganligini ko'rib, untinsiz azoblanib, qattiq umidsizlangan. Bir mehribon rassom bu ahvolga chidayolmay, bir dona yupurmoq sizib, eliq daraxtga esib qo'yibdi. Yupurmoq yangi chiqqandek ko'zni qamashtirib turibdi. Shuning bilan bovayning ko'zlarida umid nurlari chaqnabdi. Xo'sh do'stlar, bugungi mazmundan balkim sizlar az bo'lmagan psixikalik savodlarga, turmush bilimlarga ega bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Endi muvofiq paytda biz yolg'on so'zlab qo'ysak, menimcha bu yaxshilikning bishorati. Ishlarningki yaxshi tarafga yuzlanish uchun, ijobiy tarafga taraqqiy qilish uchun biz hamda muvofiq paytda yolg'on so'zlasak, menimcha buningki ziyonli tarafi yo'q. Ammo cho'qim amaliy ahvolga, sharoitga qarab yolg'on so'zlash yoki yolg'on so'zlamaslikni bekitish lozim. Qandoqli bo'lmasin, hamda rost so'zningki qimmati ulug' bo'ldi. Yolg'onchining quyrug'i bir tutam degandek, biz hamda odatdagi turmushdagi normal ahvollar ostida amal bor yolg'on so'zni aralashtirmasligimiz lozim. Samimiy bo'lishimiz, atrofimizdagi insonlarga, qarindoshlarimizga, do'st-yaronlarga samimiy muomala qilishimiz. Turmushga shunday. Biz atrofimizdagi dunyoga, turmushga qancha samimiy muomala qila olsak, biz shuncha rahat yashaymiz. Turmushga, reallikqa samimiy muomala qilgan vaqtda o'zimizga samimiy muomala qilgan bo'lib hisoblanamiz. Bu chog'da biz rahat yashaymiz. İçimiz sıkılmaydı, beyaram bo'lmaymiz. Kayfiyatimiz buzulmaydi. Nəhayət yaxşı bo'lgan sağlam kayfiyatda yashayamiz degan gap. Hisobda hamda psixologiyaningki eng oxirgi maqsadi shu. Psixologiya ilminingki oxirgi maqsadi butun insonlarni rahat yashashga yetaklash. Rahat bo'lish, siqilib qolmaslik, xotirjam yashash.